Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Agar sizga O'zbekiston va Osiyo futbol xabarlari qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bugun ham barcha O'zbekiston, Osiyo va Yevropadagi xabarlarni jam qilib, siz qadrli obunachilar e'tiboriga taqdim etamiz. Diqqat qiling, biz boshladik. Abduqodir Husanov City bilan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etadi. Manchester City klublar o'rtasidagi jahon chempionati uchun kengaytirilgan tarkibni e'lon qildi. Qaydnomaga 27 nafar futbolchi kiritildi. O'zbekiston himoyachisi Abduqodir Husanov ham ushbu tarkibdan o'rin oldi. Hamyurtimiz 45-raqam ostida turnirda ishtirok etadi. Ma'lumot o'rnida Manchester City G guruhidan o'rin olgan bo'lib, bu guruhda shuningdek Vidat, Marokash, Al-Ayn Birlashgan Arab Amirligi, Juventus Italiya klublari ham bor. Shaharliklar ilk o'yinini 18-iyun kuni Vidatga qarshi o'tkazishadi. Didier Deschampsni taniysizmi? Tanimasangiz yaxshilab tanib oling. Deschamps Saudiyada ish boshlashi mumkin. Bir necha oy oldin Didier Deschamps 2026-yil yozida bo'lib o'tadigan jahon chempionatidan so'ng Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyligi lavozimini tark etishini ma'lum qilgan edi. Tajribali mutaxassis keyinchalik murabbiylik faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettirishi mumkin. Jurnalist Sasha Tavalyorning so'zlariga ko'ra, Saudiya investitsiya jamg'armasi vakillari Deschamps atrofidagilar bilan bog'lanib, uning kelajakda Saudiya Arabistonida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ishlar bo'yicha fikrni bilishgan. Ma'lumki, Saudiya investitsiya jamg'armasi bir vaqtning o'zida 4 ta klubni boshqaradi: Al-Hilol, Al-Ittihod, Al-Nasr va Al-Ahli klublari. Mavzuni jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan milliy terma jamoamizga qaratamiz. O'zbekiston milliy jamoasi jahon chempionati 2026 saralashi 3-bosqichining so'nggi turida Qatarni mag'lub etgach 3-0 FIFA reytingida 2 pog'onaga ko'tarilishga muvaffaq bo'ldi. Kechagi g'alaba bizga 13.40 ballni taqdim etdi. Natijada reytingdagi ochkolarimiz 14.49 12 ballga yetdi. O'zbekiston 55-o'ringa chiqib oldi. Qatar esa xuddi shuncha ochko ball yo'qotdi va 53-o'ringa tushdi. Qatar 9-turda Eronni mag'lub etgandan so'ng 55-dan 50-pog'onaga ko'tarilgan edi. Osiyo jamoalari orasida O'zbekiston 6-o'rinni egallab turibdi. O'zbekistondan keyin Saudiya Arabistoni, Iroq, Iordaniya, Birlashgan Arab Amirligi terma jamoalari qayd etilgan. Avstraliya ketma-ket 6 marta jahon chempionatiga chiqdi. Toni Popovich shogirdlari Afrika 3-saralash bosqichining so'nggi turida Saudiya Arabistonini mag'lub etdi. 2-1 va jahon chempionatining final bosqichiga yo'llanmani kafolatladi. Bir tomondan men Avstraliyaga muxlislik qilaman. Har holda g'irrom arablardan yaxshisi Avstraliya ozgina bo'lsa ham xalirroq. Avstraliyaliklar 19 ochko jamg'arib saralash guruhida 2-o'rinni egallab, Yaponiyadan 4 ochkoga ortda qolishdi. Avstraliya terma jamoasi qatorasiga 6 marta jahon chempionatiga yo'llanma oldi. 2022-yilda ular turnirning 1/8 finaliga qadar yetib borgan va u yerda Argentinaga yutqazgan edi 1-2. Eslatib o'tamiz, 2026-yilgi jahon chempionati kelasi yilning 11-iyunidan 19-iyuliga qadar AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadi. FIFA klublar o'rtasidagi jahon chempionati muvaffaqiyatli o'tsa ishtirokchilar sonini oshiradi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati ko'lami kengayishi mumkin. FIFAda joriy musobaqa muvaffaqiyatli o'tsa jamoalar sonini 48 tagacha ko'paytirish masalasi muhokama qilinadi. Bu yilgi turnirda ishtirok etmaydigan klublarning manfaatlari bunga sabab bo'lmoqda. Chempionatning kengaytirilishini Yevropa jamoalari ijobiy qabul qiladi deb taxmin qilinmoqda, deydi manba Chempionat Osiyo. Jahon chempionati ishtirokchilari 10 ta bo'ldi. Ma'lumki, navbatdagi jahon chempionati 48 ta davlat ishtirokida o'tkaziladi. Musobaqa mezboni sifatida AQSh, Meksika va Kanada tanlangan. Hozirgi paytga kelib 3 ta mezbondan tashqari mundial ishtirokchilar soni 10 taga yetdi. Bular Yaponiya, Avstraliya, Eron, O'zbekiston, Iordaniya, Janubiy Koreya, Argentina, Braziliya, Ekvador va Yangi Zelandiya.
O'zbekiston terma jamoasi o'z maydonida darvoza daxlsizligini ta'minladi. Jahon chempionati 2026 saralash o'yinlarining 3-raundidagi uy uchrashuvlarida O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z darvozasidan gol o'tkazib yubormagan yagona jamoa bo'ldi. O'zbekiston Shimoliy Koreya 1-0, O'zbekiston Eron 0-0, O'zbekiston Birlashgan Arab Amirligi 1-0, O'zbekiston Qirg'iz Respublikasi 1-0, O'zbekiston Qatar 3-0. Bizdan keyingi eng yaxshi ko'rsatkichlar: Yaponiya 1 ta, Birlashgan Arab Amirligi 2 ta, Eron 3 ta, Avstraliya 3 ta. Jahon chempionatida o'ynagan MDH mamlakatlari Rossiya, Ukraina va O'zbekiston 3-o'rinda qayd etilgan. Bir yildan so'ng jahon chempionati boshlanadi. Qadrli futbol muxlislari, deyarli bugungi sanani hisoblasak 365 kundan kamroq vaqt qolmoqda. Qit'adoshimiz jahon chempionati finalini boshqaradi. 15-iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida Inter Miami va Al Ahli Misr o'yini bilan klublar o'rtasidagi jahon chempionati musobaqasi start oladi. Ma'lumotlarga qaraganda ushbu bahsni eronlik hakam Alirizo Fag'oniy boshqarib boradi. Albatta, Alirizo nafaqat qit'amizda, balki jahon miqyosida ham ancha tajribali hakam hisoblanadi. U qit'amizda o'tadigan turnirlardan tashqari so'nggi 2 ta jahon chempionati, Olimpiada o'yinlari va boshqa nufuzli musobaqalarda ishladi. Ma'lumot o'rnida ushbu musobaqada ham yurtlarimiz Ilgiz Santashim, Andrey Sapenko hamda Timur Gaynullilar ham ishtirok etishadi. Eslatib o'tamiz, bu yerda albatta eronlik deb manba ko'rsatilgan, lekin aslida Eronda tug'ilgan Alirizo Fag'oniy keyinchalik hozirda Avstraliya fuqarosi hisoblanadi va Avstraliya mamlakat bayrog'i sifatida terma jamoa va umuman musobaqalarda hakamlik qiladi. Mavzuni siz biz yaxshi ko'radigan Osiyo Chempionlar Ligasiga qaratamiz. Afrika Elit Chempionlar Ligasi va Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqalari uchun yangi mavsum taqvimi e'lon qilindi. Play-off o'yinlari 11 va 12 avgustda bo'lib o'tadi. Afrika Elit Chempionlar Ligasi va Osiyo Chempionlar Ligasining guruh bosqichiga qur'a tashlash marosimi 14 avgust kuni bo'lib o'tadi. Nasab jamoasi ishtirok etadigan Osiyo Elit Chempionlar Ligasi 14 sentyabrdan start oladi. Andijon jamoasi ishtirok etadigan Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqasi esa 15 sentyabrdan boshlanadi. Qadrli futbol muxlislari, hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan barcha xabarlarimiz shulardan iborat. Albatta, keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Eslatib o'tamiz, keyingi xabarlarimiz bundan-da qiziqroq va muhimroq bo'lishi mumkin. Siz bilan Osiyo futbol kanali bo'ldi. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Osiyo futboldan aslo uzoqlashmang. Salomat bo'ling.